Alloh taoloning bergan ne'matlarini bilasizmi? Qanchalar ko'p. Bitta tishingiz og'rib qoladi. Uxlamaysiz. Ne'mat ekan uyqu deysiz. İchiz o'tishni boshlaydi. Yeganingiz shirillab chiqib ketadi. Voy, yeganingni yebchi, esalama hazm qilib chiqarib olisham nima ekan? Ne'mat ekan. Bavul qila olmay qolasiz. Prostatangiz ishib ketib. 2 sutka, 3 sutka bavul qila olmay, siyomay yurasiz, quvug'ingiz ishib. Keyin hali kateterda tiqib turib siydik holtingizni shunday bo'shatib qo'yganda, yo Parvardigor, ne'mat ekan deysiz. Shuning uchun aytayapti Alloh taolo. Sizlarga berilgan ne'matlarni sanasanglar, shukrini ado qilish emas, sanab adoga yetkiza olmaysizlar. Bu shukrini ado qilishni qo'ying. Sanab tugata olmaysizlar deyapti. Mana shunga bir misol tariqasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zining hadis shariflarida marhamat qilganlar. Bir odam tog'ning ustida, g'orda 500 yil yashadi. Buloq bor edi, o'sha g'orning oldida bir dona anor daraxti bor edi. Kunda bitta anor pishadi, anorni yeydi, ozuqalanadi, suvda tahorat qiladi, ichadi. 500 yil mana shunday zaylda umr o'tkazdi. 5 asr. G'iybat yo'q, shikoyat yo'q, hisob-kitob qilinadigan moli dunyosi yo'q. Hech narsa yo'q, faqat ibodat bor. 500 yil faqat nima qilgan? Ibodat qilgan. Endi qiyomat bo'ldi. Alloh azza va jalla uni taroziga olib kelib, bandam, hadisda mazmuni. Seni jannatimga o'zimning rahmatim bilan kiritaymi yoki qilgan amaling bilanmi? 500 yil faqat ibodat qilgan. Gunoh yo'q. Banda meni amalim bor deb o'yladi. Parvardigor meni qilgan amalim bilan jannatga kirgiz dedi. Alloh taolo amr qildi, maloikalar uni qilgan amallarini tortishdi tarozida. 500 yillik qilgan ibodati bitta ko'zining shukrini ado qilishiga yetmadi. Bu yoqda yana bitta ko'z turibdi. Ikkita quloq turibdi. Sog'lik turibdi. Anor turibdi, suv turibdi. Jahannamga hukm qilindi. Shunda Parvardigor tavba qildim, rahmating bilan jannatga kirgiz dedi. Shu bilan Allohning rahmati bilan jannatga kirdi. Banda meni amalim bor. Mana shuncha ish qilib qo'yganman demasligi uchun birinchi unda bo'lish kerak bo'lgan narsa bu Allohning fazli bo'ldi deyish kerak. Ikkinchisi bergan ne'matlar haqida fikr qilib ko'rsa, qilgan amali arzimas bo'lib qoladi.